Oktagonliga hech qanaqa narsaga pul bermay, oktagonliga urushasan pul beraman. Bu safar gonorarim 10.000 plus 10.000 bo'lgan. 20.000 dollar. Oktagonliga qiroli Saturn. UFC'da Conor McGregor bo'lsa, oktagonliga qiroli Saturn. O'zlaringiz uchun bilib qo'ying. Oktagonliga bu Saturn bu oktagonliga. Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. 11-may Humo Arena Toshkent. Ko'pchilik ushbu kunni kutmoqda, chunki ushbu kunda Oktagon 72 turnir bo'lib o'tadi va ushbu turnirda ko'pchilik taniydigan Saturn, Amurxon, Muhitdin Mamatjonov, Doston Bozorlar jang qiladi. Xo'sh, ko'proq siz kimni jangini kutmoqdasiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va ko'pchilik kommentariyada so'rashdi, ijtimoiy tarmoqda so'rashdi, Saturnda Oktagon 72 dagi soperniga raqibi kim deb. Ko'pchilik Erkabolan To'xtarmi deb ham so'rashdi va shunaqa deb o'ylashyapti. Aslida Erkabolan To'xtardi, ya'ni Saturnga berib qo'ymaydi, chunki Saturn Oktagon 72 da bu ikkinchi jangi, ya'ni Oktagon ligasida ikkinchi jangi bo'lganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri ya'ni o'sha To'xtarni berib qo'ymaydi do'stlar. O'zim bir taxmin qilib turibman, sizlar ham taxminlarni yozib qoldiringlar kommentariyaga. Erkabolan To'xtarmasligi bu aniq, chunki Erkabolan To'xtarni to'g'ridan-to'g'ri Oktagon liga berib qo'ymaydi va o'sha shov-shuvga sabab bo'layotgan sabab, ya'ni Saturnda soperligini ochiqlamayotgani sababi o'zingiz bilasiz, o'sha MMA'da ya'ni shov-shuv qilish kerak, shunaqa holatlar bor. Katta даже UFC'da ham shunaqa holatlar borki, shov-shuv qilib tirish toplar, shunaqa holatlar uyushtirish. Xo'sh, kuzatamiz 11-mayga. Taxminlar yozib qoldiringlar. Saturnda raqibi kim bo'lishi mumkin? O'zbek emasligi aniq. O'zim bitta taxmin qilib turibman. Agar o'sha taxmin bo'lsa, o'sha jangdan oldin ham bitta video qilamiz va videoni o'sha YouTube kanaliga joylaymiz. Aziz do'stlar, o'sha 11-may kuni bo'ladigan jangni jonli efirda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, pastda Telegram kanal qoldiraman. O'sha Telegram kanalga o'tasizlar, kommentariyada bo'ladi, hamda описаниеda bo'ladi. O'sha Telegram kanalga o'tib, bemalol o'sha kungi jangni tomosha qilishingiz mumkin. Xo'sh, aziz do'stlar, yana gaplashadigan gaplar. Odilxon Alashpuraydagi jangi admin bo'ldi va bitta o'zbek jangchisi quvonarli tarafi UFC'ga chiqqanligi aytilmoqda va buni hozircha oshkor qila olmaymiz. Keyingi videoda UFC jangchisi kim ekanligi va qaysi vaznda UFC'ga chiqqanligini batafsil aytib o'tamiz. Aziz do'stlar, kommentda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va Saturnga ham va o'sha 11-may kuni jang qiladigan barcha o'zbek jangchilariga omad tilab, kommentda o'z tilaklaringizni bildirib qolinglar. Keyingi videolarni ko'rishguncha do'stlar. Ham ko'rsatilar, birdan tishlab bo'ynidan. Muhiddin aka, qalaysiz? Yaxshimisiz aka? Telefon kelib qoldi. Muhiddin aka kirdilar. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka qalay bo'ladi? Muhiddin aka aytib tursan. Muhitdin akam telefonni ham ko'tarmaganman. Bugun o'limim yaqin. Bugun gayguy bo'ladi bugun. Bugun gayguy bo'ladi. Papraski shapaloqdan-da, ha? O'zi har doim shapaloqmish, pichan. Umr uzoq bo'lsin Muhitdin akam, ancha yonimda turadi. Akalar boriga shukur-da. Yomon kuning bo'lsa aka deysan, o'ng tomonga qaraysan, chap tomonga qaraysan, hammasi shukur bo'ladi. Ana